İnkas ve iniqlashlarımızda ma'lum bo'lishicha, Uyg'ur elidagi Ramazon cheklimlari xalqaro jamoat fikrining besimi, Xitoy markaziy hukumatining o'zgarishchan siyosati va yerlik doiralarning shaxsiy xohish bo'yicha ish tutish natijasida ko'p chog'larda qattiq holatda davom qilsa, yana ba'zan qisman yumshash alomatlarini ko'rsatmoqda. Biz Ramazon cheklimisining bu yilgi ijro qilinish ahvolini aniqlash uchun Turpa viloyatidagi har qaysi soqchi organlariga telefon qildik. 喂，你好，家乡派出去办事。 Ha, qanday yaxshimi? Yaxshi. O chatqal saqchqanimi? To'g'ri. Qanday Ramazonlik nimalarga diqqat qilyapsizlar? Ramazonlik bexatarlik tadbirlarida. Olaydi. Berib tekshirib, ambo qilibdi. Baliq bering telefonni, yeringizdagi. Ma'qul. Yaxshi, qanday o'zingizni avvalchi? Nega o'zingiz bilgitamız yo'qmi? Qanday Ramazonlik nimalarga diqqat qilyapsizlar hozir? Ramazonlik tadbirlar ishibdi. Bexatarlik tadbirlari. Sizlar jiyishni bilan sizlar ko'p baqsaq qildimsizlar. Bering boshqasiga. Bormi yo'qmi gap qila oladigan birisi? Shunda sama jiyishni bilan Tupanniklarning ahvoliga baqsanglar bo'ldi. Biz bu ko'pincha soqchi xodimlari Ramazon belgilamalari haqida eg'iz etishdi. O'zini qochuvdi. Voy, peshma. Ha, yaxshi, qanday o'zingizni avvalchi? Yaxshi, hozir shu Ramazon mazgilida sizning tuzuminglar qanday bu yoki alayda diqqat qiladigan, nazorat qiladigan bir tuzum qoida bormi yoki o'xshashmi? Diqqat qilish qanday burundan diqqat qilsangiz diqqat qilasiz. Masalan, qaysi nuqtadan qanday diqqat qilsizlar? Ramazon mazgilida diqqat qilsanglar, nimalarga diqqat qilsizlar? Qanday diqqat qilsizlar? Nimaga diqqat qilsanglar, buni qanday qilsam bo'larmi? Ba'zilar bo'lsa, o'z ishxonasidagi ahvollarni tilga ilish orqali Ramazon cheklimlarining qattiq holda davom qilayotganligini oshkorildi. Yaxshimsiz? Yaxshi, qanday ahvolingiz yaxshimi? Yaxshi. Nima ish bor? Qanday sizning Ramazon mazgilida idoraning tuzumlari qanday sizning? Ro'z tutsa bo'ldi deyilyapti yo tutmoqlar deyilyapti? Burunqi o'xshash. Turpan shahridagi bir tarmoq soqchi idorasi xodimi Ramazon cheklimisining yillardagi o'xshashli davom qilayotganligini bayon qilgandan keyin ro'za tutishga bu yilmi ruxsat yo'qligini tilga oldi. Burun degancha 5 yildan oldingi burun bilan 5 yil. Hozir siyosat qanday bo'lsa, shunday qarang. Unda bo'lsa tutishga ruxsat yo'q degan gap. Ruxsat yo'q degan chog'da bu qancha kishilarga ruxsat yo'q dedi. Men bekka asosiyatni o'qitamayman qarang. Ichki ish tarmoq o'rndim men. Juydan emas qarang. Unda bu yil alayda o'qitirish keldimi? Kammidan bu oldingi yillardagidan farqli qoldi. Uni men o'qitam. Uni bilmaysiz. O'sha siz boy degan shu sizning idorangizning ichida bir-birini nazorat qildigan, shu ro'z tutmaganni bu qancha vaqt bo'ldi? 4 yil bo'ldi. Bu ro'z tutganlarni bu nazorat qildigan shu yolg'izmi sizning ishxonadagi bu sizning shu tarmoq soqchi idorasiga ishmi yoki umumiy izlak butun idora jamiyatlaridagi ishmi? Da'vatman va ichki tarmoq o'rnidan da'vatman. Ya'ni siz bilmaysiz. Shunaqa bo'ldi, unda ismoq qilib qo'ying. Qo'shamsa. Turpan shaharchilik bir soqchi xodimining oshkorlashicha, Turpanda bu yilmi Ramazon mazgilida uy tekshirish, ko'cha charlash va masjid aqtirish tadbirlari yo'l qo'yilgan. 喂，你好，128派出所。 qanday ahvolingiz yaxshimi? Yaxshi. Ramazonlik bu bexatarlik tadbirlarini qanday ishlayapsizlar? Nimalarga diqqat qilyapsizlar asosli hozir? Ramazonlik mitzvaga ambo boryapmiz. Angaga sifret yemek tekshirish beryapmiz. Ondan alqishni olsan qo'ng'ityapmiz. Bu xodimning eskartishicha, charlash davomida aholilarning zo'rlik uchun atiganda o'rindan turib turmaganligi, kashlari iftoga yig'ilib-yig'ilmaganligi tekshirilgan. Uy tekshirgan chog'da asosli bilmoqchi bo'lgan nuqtani nima? Tekshirish obyektini. Uylan tekshirgan vaqtlardan qanday ishlar beryapti, ana yerlar o'zini qo'yib suchidir bormi? Dalni shu ifto bo'lyapti, atigan zo'g'i turyapti, buni kuzatamiz. Haqiqatmi? To'plash ifto qilishga ruxsat bormi yo'qmi? Yo'q. Atiganda zo'da turish uchun. Turpan shaharchilik bir soqchixonaning siyosiy yetakchisi bu yillik Ramazon bexatarlik tadbirlarining qonuniy tartib bo'yicha o'ngishli davom qilayotganligini ilgari surdi. 喂，你好。 Bu Turpandagi qaysi soqchi idora? Govchanami? Qaysi idorani demoqchi edingiz? Ramazonlik bu bexatarlik tadbirlarini qanday ishlayapsizlar? Nimalarga diqqat qilyapsizlar asosli qismlarda? Buni boshliqlar sizga hozir telefon qaytarishni ma'qulmi? Boshliqingizga hozirlik bilan telefonda chaqiring ay boshliqingizni. Voy, sen bu qancha bo'lish? Ha, siz izdoyami masoqchiqandan? Ha. Ramazonlik bu qanday tadbirlarni ipiryapsizlar? Ramazonlik bexatarlik tadbirlari qanday ishlanayapti? Ramazonlik bexatarlik tartiblar joyida bo'linyapti. Shu tartib bo'yicha normal holat bo'ladi. Masalan, konkret qanday ishlarni qilyapsizlar? Qanday ishlar beryapti? O'ylanmadim ku vaqtida qonunsiz diniy faoliyatlar yuz beryapti. Yoki shu bexatarlik nima bor ishlar bormi? U o'zlari tekshirayotgan qonunsiz diniy faoliyatlar sifatida atiganda zo'rlik quturish va oqshomlar iftoga to'planishni sanab o'tdi. Masalan, qanday bo'lsa qonunsiz faoliyat bo'lgan bo'ldi? Masalan, Ramazon mazgilida. Chiroq yoqqan ish bo'lsa, ro'z
Danga kokkamsa kavatı tam avukatçılığı ana nöbeşler okasa namına diyelim. Onun büyüce muhtaç büyüce koysun. Uyghur ayında ilgiri Ramazan cheklimsi biroz yumshagan mezgillarda faqat partiya a'zolari, davlat ishchi xizmatchilari va o'smirlarning ro'za tutishi cheklangan. Qolganlarning ro'za tutishiga cheklama qo'yilmagan, ammo ro'za tutishga rag'batlantirishmi bo'lmagan. Mazkur siyosiy yetakchining bayonlaridan ma'lum bo'lishicha, bu yil Turpanda kim bo'lishidan qat'iy nazar ro'za tutish umumiyuzlik cheklangan. Siz masalan bir saqchuli sifatingizda oldingizga birisi kelib, ro'za tutsam bo'lamdi, bo'lmam deb so'rasa, bu odatga buxrak kelib so'rasa, nima deb javob berasiz? Bo'lmaydi, qonun bo'yicha bo'lmaydi deb javob. Bu ma'lum sondagi odamlarga, ma'lum yoshdagi odamlarga bo'ldi deydigan o'lcham bormi, yo'qmi? Yo'q, ona o'lcham yo'q. Har qanday yoshdagi, har qanday kasbdagi, har qanday o'rindagi odam tutmaslik kerak. Shundaqmi? Uning deyishicha, Ramazon mezgilida Ramazon cheklimlariga xiloflik qilganlarga yenikroq ahvolda tarbiya berish, ig'ir bo'lganda qonuniy jazoga tortish haqida uqtirish qilingan. Ruxsat bormi, yo'qmi to'plashib iftor qilishga? Yo'q, ruxsat yo'q. Atiganda zo'g'a turishga ruxsat bormi, yo'qmi? Ruxsat yo'q. O'sha Ramazon belgilamasiga xiloflik qilganlarni qanday bildirib qo'ysizlar? Namisi qaraymiz-ku uniki qonun tushirib, qonun bo'yicha qo'su hamda tarbiya qilgan qilgan yeni darajada bo'lsa tarbiya qilmaymiz. Hamda biza ig'irroq bo'lsa turib uqtirishda to'plashib iftor qilish eng ig'ir qonunsizlik deb bekitilgan. Mazkur xodim to'plashib iftor qilganlarning bir qanchalikdan kesilish ehtimolligini eskartdi. Yomon evrilishini bir necha yil yuqori yo'llab shuna qildi. Shu yomon ig'irroq deganingiz qanday harakat? Shu bir necha yillik kesildigan. To'plashib iftor qilayotgan oynanaslarni. Mazkur siyosiy yetakchining yana oshkorlashicha, bu yangi uqtirish bu yil Ramazon boshlanishidan bir hafta burun uqtirilgan. Araliqda 2 yildan oldin yana azroq bir yumshash bo'lgan, azroq bir kamchilik bo'lgan bir ahvol bor-ku, bu yo'l qo'yilgan bu tarafda. Masalan, 65 yoshdan cho'nglar tutsa bo'ldi, davlat xizmatchisi bo'lmaganlar, partiya a'zosi bo'lmaganlar tutsa bo'ldi deydigan qaydim araliqda bir chiqqan yo'l qo'yilgan. Shunga mushaqqatligi maqsad uqtirish keldimi, kamidimi? Qayta ching'itildi, hech qanday qadam ro'za tutishga bo'lmaydi deydigan. Uqtirish keldimi shu Ramazon kelishdan burun uqtirilib, mayna shuna bo'ldi deb uqtirish qildi. Mush Ramazondan, ya'ni 2023lik Ramazondan qanchalik kun, bir hafta burunmi, Ramazondan 2 hafta burunmi bu uqtirishning kelgani? Bir hafta burun. Undaqda 2022-2021da 2 yil burun biroz yo'l qo'yilgan, shundaqmi? O chaqda tutishga bo'ldi, yoshli cho'nglar tutishga bo'ldi. Shundaqmi deymi? Ha, to'g'ri. Ammo bu hozir siz endi hech qanday odamga ayol, cho'ng, kichik partiya a'zosi normal odam bo'lsin, hech kim ro'za tutishga bo'lmaydi. Yangi uqtirilgan qoidami shu? Shundaqmi, bir hafta burun? Ha, shunday. Shu uqtirgan chaqda hech qanday odam, har qanday odam ro'za tutsa bo'lmaydi deb ochiq dedi, shundaqmi? Ha, shunday.